Sizlarni ham mahallada agar aktivlik bo'lmasa, bizga chiqinglar, yig'ib, cho'tki qilib aktiv qilib beramiz. Biz sizlarga ko'pincha odamlar yig'ilib turgan joy ko'rsatamiz. Undan oldingi mehnatimiz bor bizlarning. Mana bu yerda dodamiz siqlayaptilar. Mana mana shunaqa mehnati bor-da. Shashlikni mehr bilan siqlanadi, bu yoqda ko'mir oldiriladi. Otga, nega o'yiz ekansiz? Men tushib ketdi, qarang. Bu yoqda samovar. Qo'shib tursangiz, samovarda hozir novot choylarni ichib, bir boshqacha bir emotsiyada, ya'ni shashlikni yeymiz. Yomon xalaqit berdingiz-da, bor, yomon xalaqit berdingiz. Hop, ko'mirlar tayyor. Hozir odamlar yig'il bo'lgandan keyin yana bitta video qilamiz. Mana bu o'tgan oyda shashlikni qo'yganimizda ko'pchilik kommentariya qoldirganda, faqat shashlik qilasizlarmi, boshqa ovqat qila olmaysizlarmi deyishgan ekan. Endi shashlikni ishi oson-da, biz boshqa ovqat ham qilamiz. Bu shashlikdek osoni yo'q. Ko'pchilik hamma chiqadi, hozir osh, balu degan narsalarni ham yozgansizlar. Degan gapga ko'pchiliklar bizning mahallaga ham keling, mana shu aktivlikni oshiringlar degansizlar. Xudo xolisa boramiz. Sizlarga nasib qilsin, havas qilsanglar sizlar ham bo'ladi mana shunaqa. Mehnat, xudo xolisa aktivlikni ham ko'rsatamiz hozir. Ko'rasizlar, shashlikni biz har doim bo'lgan non bilan yeymiz. Ketdi, yur. Ana yopgan non kerak emas. Bo'lgan non bilan bir ana shashlik boshqacha chiqishadi-da, bir-biriga qanaqadir bir ana sevishganlar bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Sizga mana odamlar ko'rsat, yig'ilib qolishibdi. Xudo xolasa. Mana Said egam. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana bir 40 yildan oshgan xon taxti. Har choyxonamizda mana shu xizmat qiladi. Maqsadjon qoriniki ko'rsatib qo'y. Xudo xolasa boshlanibdi mana. Bugun Said aka o'zingizmi? Ya, endi anchadan beri xizmat qilyapti-da. Shashlikni qarasanglar-chi. Sekin-sekin chiqishyapti odamlar, soatdan mana 20 degan 9. Menimcha endi bo'shashyapti-da, endi. Obor. Olinglar. Ro'shan aka. Aka oling. Xudo xolasa 9 dan 17 minut o'tdi. Mana ko'ryapsizlar, hamma chiqdi, sekin-sekin chiqishdi. Mana nihoyat biz kutgan kun keldi. Endi mana shunaqa biz ko'chada qilamiz, mashinalar ham o'tiradi, hech narsa qilmaydi. O'ting aka, o'ting. Keling, mehmon bo'lib ketasiz. Obke. Ikkita qo'rada birdaniga pishiriladi. 25 ta. Mana bu yoqni bitta ko'rsat o'zing. Bitta shashlik qilganimizda 10 kilodan oshiqroq bo'ladi. Mana halicha siqlashyapti. Mana oxirimi jahoniga? Oxiri xudo xolasa. Bu yerda ham oladi, mana qichu. Hamma narsa oddiylik, to'g'rimi Halil aka? Mana oxiriga chiqqan odamimiz. Choy ham bor. Mana hozir qaynadi. No'g'at choy bilan boshqacha ketadi bu shashlik. So'g'ik kunda boshqacha. Ko'rsatma, aylantirib hamma joy ko'rsat. Tutunni berib tashlaylar, tutunni menga shu joy o'z kirib beradi, tushasizlarmi? Parlab tashlaylar. Hozir tabiiylikni ko'rsatamiz. Hozir istasan. Samovar choy va boshqacha-da. To'g'rilarimiz qilishganda qanaqa choy ichishadi? Samovar shunday so'rasizmi? Ichida novoti bo'lar. Ishingiz yo'q edi, gapingiz bor edi. Assalomu alaykum. İşim çıkıp kaldı ki. Assalomu alaykum. Yo'q. Çekti mi? Nima qilib qo'ysanlar bizni? Oshurva. Xudo xolasa bizni kutgan joy ham keldi. Mana odamlar ko'ryapsizlar. 10 ta kam 10. Hamma yig'ildi mana. Shashlikni ko'ryapsizlarmi? Yo'q, tugamaydi. 200 ta 250 ta shashlik chiqadi. Xudo xolasa. Boshqa joydan ham kelgan odamlar ham bor, mehmonlar. Bu obunachimiz. Ishmoz bo'lib ketdilar mana hozir. Ha. Sizlarni ham mahallada mana shu aktiv qilib beramiz. Ozgina xarajati bor faqat. Mehr oqibatda ozgina uyg'otib beramiz-da.
Oraga qanaqa pishyapti endi? Ko'mirlar judayam. Tagirmi? Ochlik yo'qmi? Endi-da. Charchadingmi yo charchamadingmi bilmoqchiman-da. Bular shogirdmilar? Shogird yenglik yo'q. Masala biladingmi? Bo'ldi, mana. Jiya mana buni qarang, mana. Qo'yib bering o'zingiz. Men o'zim bitta terib yo'q, mana bitta ko'rinalar. Bu qochib turgan. Ya uni to'g'rilolmayman lekin. Endi meni ishim videoda.